Qarindoshlar, agarda sizni farzandlaringiz maktabga chiqib oppoqqina ko'ylaklarning ustiga chiroyli ruchkalar bilan chizib kelayotgan bo'lishsa va ruchkaning dog'larini nimada ketkazishi bilmasdan qiynalib yurgan bo'lsangiz, qarindoshlar, aynan mana shu sredstva siz uchun qarindoshim. Любой ruchkalarning dog'ini ketkazib beradigan sredstva hisoblanadi. Qarindoshlar, barchaga salom. Qarindoshlar, balkim bilarsiz, balkim bilmassiz, aynan mana shu har doim tirjayib turadigan qarindoshingiz aynan mana bu Shahway brendini O'zbekistondagi представители, ya'ni taqdim etuvchisiman. Va Shahway brendi haqida oldinlari juda ko'p rolik chiqarganman. Esingizda bo'lsa kerak, momentalni qip-qizil yoki da kofeni dog'larini oppoq narsaga to'kib. Esingizda mana shu rolik. Aynan mana shu Shahway brendi siz bozordan olasizmi, uzun marketdan olasizmi, qayerdan olishingizdan qat'iy nazar, aynan mana shu Shahway brend qarindoshingizga O'zbekistonda tegishli. Ya'ni O'zbekistondagi rasmiy представители manman. Qayta va qayta eslatmasam, cho'ta bu haqida umuman gapirmayotgan ekanman. Bugun to'laqonli videomiz aynan mana shu Shahway brendini mahsulotlar haqida bo'ladi. O'zi oldin boshida Shahway brendini atigi 2 xilgina kapsulasi bor edi. Ya'ni aynan mana shunaqa oq upakovkadagi kapsula va pushti rang upakovkadagi kapsula. Siz yokida bunaqasini yokida pushti rangidan hatto bir marta bo'lsa ham ishlatib ko'rgansiz. Bunga men 100% aminman, chunki uzun marketda hozir yetkazib bera olmayapman. Ayniqsa pushti rangini вообще yetkazib berib bo'lmayapti. Katta ehtimol bilan siz aynan mana shu kapsuladan ishlatib ko'rgansiz, lekin buni qarindoshingizniki ekanligini bilmaysiz va bugun bilib olasiz. Bugungi videomiz Shahway kapsulamizni yoki to'g'ri Shahway brendimizni boshqa mahsulotlar haqida bo'ladi. Ya'ni bizda mahsulotlar liniyasi ko'paydi qarindoshlar. Oldin atiga 3 xil yoki da 2 xil kapsula bo'ladigan bo'lsa, bugundan boshlab Shahway brendida shunaqangi assortiment ko'paydi qarindoshlar. Kapsulalarning xilma-xilligi ko'paydi birinchi o'rinda. Undan keyin sovunlar qo'shildi. Undan keyin oqartiruvchi vositani suyog'i, parashok versiyasi, donali versiyasi, sovunlar, Shahway brendiga tegishli bo'lgan barcha mahsulotlarni narxi bilan birgalikda obzor qilib beraman. Bo'lmasa, qani ketdik qarindoshim. Qarindoshlar, birinchi bo'lib obzorni aynan mana bu rang-barang kapsulalardan boshlaymiz. Rang-barang kapsulalarni pushti rangi bor, yashil rangi bor, ko'k rangi bor va mana ochilishlari juda chiroyli. Voy. Ana, bundoq ochiladi. Voy, buni hidini shirinligini. Buni rangini ko'rsataysizlarga, mana buni qaranglar. Hozir men to'kib ko'rsatmasam. Oppa, ichida 61 ta kapsula bo'ladi qarindoshlar. 61 ta kapsulada har bir kapsulaning ichida ham aromatizatori bor. Ya'ni aromatizator bo'lganda ham odamning asabiga tegadigan aromatizator emasdek, odamga yoqadigan aromatizator qo'yilgan. Ikkinchisi, faqatgina kirlaringizni toza qilib yuvib bermasdan, juda ham mayin parfyum hidli qilib beradi va kiyimlarni dog'ini ketkazish xususiyatiga ega. Aynan mana shu kapsulalar orqali kiyimingizni yuvganingizdan keyin bu pushtisi bo'ladimi, yashili bo'ladimi, ko'ki bo'ladimi, xuddi shu kapsulalar orqali kiyimingizni yuvadigan bo'lsangiz, hidi 72 soatgacha kiyimingizda saqlanib turadi. Ya'ni xuddi atir sepgandek bo'ladi. Qolgan kapsulalarimizda hidi 48 soatgacha turadigan bo'lsa, bunda 72 soatgacha hidi saqlanib turadi. 3 kungacha kiyimingizdan kapsulalarimizda yoqimli hidlari kelib turadi. Bu birinchisi, 61 tasi qarindoshlar. Bitta mana shu upakovkaning ichida 61 ta bo'ladi. Pushtisi hidrasi shirin. Ana endi ko'k ranglisini ochamiz qarindoshlar. Ko'k ranglisi ham rosa chiroyli. Bitta kapsulaning ichida mana bitta dona kapsula, bitta dona mana shu kapsulaning ichida qaytaraman, ham oqartiruvchi, kiyimlarning dog'ini ketkazib beradigan oqartiruvchisi, ham kiyimlardan shunaqangi zo'r hid keltirib turadigan parfyumi va kiyimingizni tozalab beradigan sredsvasi. Hammasi bitta dona kapsulaning ichida jamlangan. Siz alohida tozalovchi vosita olishingiz shart emas, alohida dog' ketkazuvchi, alohida hid beruvchi vositalar ishlatishingiz shart emas. Hammasi mana shuning ichida bo'ladi va birgina mana shu kapsula orqali ancha-muncha kiyim yuvsanglar bo'ladi. Ya'ni siz kir mashinangizga bitta mana shu kapsulani solib kirlarni 5-6 kilo kirlaringizni yuvsangiz bo'ladi qarindoshim. Va hammasi hidi yetadi asosiysi. Mana bu ko'k rangi. Mana bu qanaqa tushuntirsam buni hidini. Buni hidi juda ham shirin. Buni hidi холодный hid. Ko'kni hidi o'zi ko'rinishdan ham ko'rinib turgan bo'lsa kerak, juda ham холодный hid. Kuniga atiga bir martadan kir yuvadigan bo'lsanglar, aynan mana shu upakovkadan bitta dona oladigan bo'lsanglar, 61 kun kirlarni yuvishga yordam beradi. Ham yuvadi, ham tozalaydi, ham dog' ketkazadi, ham kirlarning hidini shunaqangi zo'r qilib qo'yadi. Voy. 61 ta ya. Ana endi 3-chisi qarindoshlar, 3-chisi yashili. Va. Bu qanaqa hid deb ta'sirlayman sizlarga. Buni hidi boshqacha ekan.
Bilmadim, qarindoshlar, hozir men nima deyishni ham bilmayapman. Mana yashil ko'rinishdagi kapsula qarindoshlar. Buni ham hidi unaqa o'tkir emas. Bo'li yashil zelyoniy hid deb bilmayman qanaqa. Lekin juda o'tkir hid emas ekan. Mana buni hidi juda ham shirin, buni hidi холодный, buni hidi bo'li u yog'i ham emas, bu yog'i ham emas, o'rtasi ekan qarindoshlar. Yashili. Mana buni ham ag'daramiz. Xo'sh, bitta upakovkada 61 ta bo'ladigan bo'lsa, aynan mana shu upakovkaning narxi necha pul? Menimcha hammani shu savol qiziqtiryapti. Buni ko'p gapirishinichi, shu bolalarga ko'p gapiradi, konkret narxlar haqida gapirib qo'ya qolsa bo'lmasmikan degan qarindoshlar. Va nihoyat siz kutgan daqiqalar. Aynan mana shu upakovkasining ichida 61 ta kapsula bo'ladigan, har kuni bittadan kir yuvadigan bo'lsangiz 61 kunga yetadigan, ya'ni 2 oy kir yuvishingizga yetadigan, nafaqat kirlaringizni yuvib, balkim kirlaringizga 72 soat davomida parfyumli hid berib turadigan, kirlaringizni dog'ini ketkazadigan va kirlaringizni top-toza qilib yuvib beradigan aynan mana shu kapsulani 61 taligini narxi atigi 59 ming so'm. 59 ming so'mga siz salkam 2 oy kir yuvadigan sredstwalaringizni olishingiz mumkin ekan. Ya'ni atigi 59 ming so'mga bitta mana shu upakovkadan olasiz va agarda siz har kuniga bir mahaldan kir yuvadigan bo'lsangiz, kiringizni ham tozalab beradigan sredstwasi ichida, ham dog'ini ketkazib beradigan sredstwasi ichida, ham parfyum hidli qilib beradigan sredstwasi ichida, hammasi ichida atigi 59 ming so'm. Menimcha bu prosta shokolad narxi qarindoshlar. Albatta buni o'zingiz tanlab olasiz qarindoshim. Shunaqa yashil rangligi bor, o'tkir mas hidligi, undan keyin mana bunaqa havo rangligi bor, ya'ni ko'k rangligi, холодный hidligi, juda ham hidi yoqdi menga mana shuni. Undan keyin pushti rangligi bor, hidi juda ham shirin. Hammasining narxi bir xil, 59 ming so'mdan. Qarindoshlar, navbatdagi yangi qo'shilgan kapsulamiz. Usti ko'rinishi xuddi oldingilaridek. Bilasiz, oldingi 61 talik kapsulalarimizni ko'rinishi xuddi shunaqa bo'lardi. Buni ham ko'rinishi xuddi shunaqa-yu, lekin ichi biroz boshqacharoq. Aynan mana shunaqa upakovkali kapsuladan oladigan bo'lsangiz, ichida 61 ta xuddi shunaqa bir xil kapsula chiqar edi. Bu kapsulamizni xuddi shunaqa upakovkali boshqa kapsulamizdan farqi buni ichida bir emas, mana qaranglar qarindoshlar, necha xil chiqadi. Mana. Va rassa xili ko'p buni ichida. Bilmayman, bir 5-6 xil yoki 7 xil rangli chiqadi mana. 61 ta kapsula, har xil kapsula bo'ladi. Mana bunaqa fioletli pushtiligi bor, undan keyin sarig'i bor, undan keyin mana bunaqa ko'k yashilligi bor, har xil kapsula chiqadi. Qarindoshlar, buni ichidagi funksiya ham bir xil. Ya'ni buni ichida birdaniga ham dog'larni ketkazuvchi, ham kiyimlaringizga shunaqa shirin hid beruvchi, ham kiringizni zo'r qilib tozalab beruvchi barcha sredstvalar o'z ichiga joylangan qarindoshlar. Mana o'rtadagi bu o'sha kiyimlaringizni shirin hidli qilib qo'yadigan kichkina kapsulalar. Undan keyin ikkita tarafdagisi esa birinchisi dog'larni ketkazuvchi, ikkinchisi to'laqonli kirni bakteriyalardan tozalab beruvchi vositasi. Hammasi bittada. Bitta zakaz qilganda bir xil emasda, har xilini sinab ko'rish uchun juda ham zo'r narsa. Va aynan mana shu kapsulamizning narxi 54.900 so'm, 61 ta kapsulaning narxi 54.900 so'm qarindoshlar. 2 oylik kapsulangiz, kirlarni dog'ini ketkazuvchi vositangiz, kirlaringizga shunaqa shirin hid beruvchi vosita, 2 oylik kapsula qarindoshlar atigi 54.900 so'm, ya'ni 55 ming so'mga menimcha shokolad narx. Qarindoshlar, agarda sizni farzandlaringiz maktabga chiqib oppoqqina ko'ylaklarning ustiga chiroyli ruchkalar bilan chizib kelayotgan bo'lishsa va ruchkaning dog'larini nimada ketkazishi bilmasdan qiynalib yurgan bo'lsangiz, qarindoshlar, aynan mana shu sredstva siz uchun qarindoshim. Любой ruchkalarni dog'ini ketkazib beradigan sredstva hisoblanadi. Mana shu uchun mo'ljallangan, shu uchun ishlab chiqarilgan sredstva. Shahway kompaniyasining eng asosiy navbatdagi mahsuloti bu maktab formalari, ya'ni uniformalardagi ruchkani va yana boshqa dog'larni ketkazish uchun mo'ljallangan 1 litrlik mana shunaqangi sredstva qarindoshlar. Farzandlaringiz oppoq ko'ylaklariga chiroyli qilib ruchkada chizib kelayotgan bo'lishsa va u ruchkani dog'larini nima bilan ketkazish bilmayotgan bo'lsangiz, aynan mana shu sredstva sizga yordamga keladi. Kir moshinaga ham, ruchnoy kir yuvganda ham yordam beradi. Shunda olasiz mana shu sredstvadan qilib mana shuni bitta, juda to'ldirish ham shart emas. Shuni yarim qilib mana shuni soladigan bo'lsanglar, sizlarni oppoqqina ko'ylaklardagi ruchkani dog'larini to'laqonli ketkazib beradi. Va bu eko mahsulot, allergiya chaqirmaydi qarindoshlar. O'sha uchun yashil qilib qo'ygan avtomat va polavtomat va ruchnoy kirlarga ham bemalol to'g'ri keladi. Buni sizlarga hali
oppoq ko'ylakni olib, ustiga yaxshilab chizib, kirmoshnada yuvib, dog'larni qanaqa ketkazishni ham sizlarga ishlatib ko'rsatib beraman. 100% bu mahsulotga ishonaman qarindoshlar. Bu mahsulot qancha? 1 litrlik kiyimlarni, ruchkalarni dog'ini ketkazadigan aynan mana shu mahsulotni narxi farzandlaringiz va kattalarning kiyimini ruchkani dog'lardan va yana boshqa dog'lardan, kraskani dog'lardan tozalaydigan aynan mana shu 1 litrligini narxi atigi 69 ming so'm qarindoshlar. Qarindoshlar, Shahway brendiga tegishli bo'lgan navbatdagi mahsulot bu. Hozirgina ko'rsatganimdek uniformalarni dog'ini ketkazadigan suyuq versiyadagi 1 litrlik tozalovchi vositani ko'rsatib berdim. Aynan o'sha tozalovchi vositani mana bunaqa 1 kilogramlik parashok versiyasi. Bu ham xuddi shunaqa maktab formalaridagi ruchkani dog'larini, kraskani dog'larini va yana boshqa ter dog'larini ketkazib berish uchun mo'ljallangan, faqatgina suyuq emas, parashok versiyada. Buni keling birgalikda ochib ko'ramiz. Bu hali beraman yangi upakovka. Men o'zim ham ochmagandim hali. Birgalikda ochib ko'ramiz. Sizlar uchun tekshirib ko'rsatib beraman. Tozalaydimi yoki yo'qmi? Qani ochib ko'ramiz. Ana. O'zi ham 1 kilolik. O! Mana bunaqasi bor ekan. Ana ochamiz. Voy hidrasi zo'r ekan. Qoshiqchasi bilan birgalikda qarindoshlar mana. Shahway degan qo'shuvchilar bilan birgalikda mana shunaqa oqartiruvchi sredstva. Dog'larni ketkazuvchi, ter dog'larini yokida maktabdagi ruchka dog'larini, maktab formasidagi ruchka dog'larini ketkazuvchi mana shunaqangi sredstvani 1 kiloligi necha pul turadi? Aynan mana shu dog'larni ketkazuvchi, oqartiruvchi sredstvani narxi atigi 71 ming so'm va butun O'zbekiston bo'ylab 71 ming so'mga zakaz qilish uchun aynan mana shu link orqali kirib zakaz bersanglar bo'ladi qarindoshlar. Aytganimdek 200 gram emas, yarim kilo emas, cheli 1 kiloligi atigi 71 ming so'm. Menimcha prosta narx deb bilaman. Aynan mana shuni siz Uzum kartasi orqali sotib oladigan bo'lsangiz qarindoshim, uzum kartasi orqali 71 ming so'm emas, atigi 67.640 so'mga zakaz qilsangiz bo'lar ekan. Va aytib o'tganimdek, sizga quruq gap bilan emas, yaqin kunlarda sizlar uchun ishlatib, rezultatini sizlar bilan birgalikda bo'lishaman. Rostakasimga bu tozalaydimi yoki yo'qmi? Qarindosh, hamma kapsulalar 61 talik katta kolичествоli ekan. Biza u kapsulalarni ishlatib ko'rmagan bo'lsak, ishlatib ko'rish uchun sal kamroqliklari yo'qmi deydigan bo'lsanglar, bor qarindoshlar, mana Shahway kapsulani 30 bittaligi bor. Narxi ham juda ham zo'r. 30 bittaligini ichini ko'rsatib beraman. Xuddi o'sha kapsulalar, 30 bittalik kapsula, mana shunaqangi kapsula ichida mana o'sha sredstva, o'sha narsa, faqatgina 30 bittalik. Mana shunaqa paketlik upakovkada bo'ladi. Aynan mana shu 30 bittalik kapsulani narxi atigi 32 ming so'm, ya'ni salkam ming so'mdan tushyapti onasi, ming so'mdan. Uzum karta orqali zakaz qiladigan bo'lsangiz 32 ming emas, atigi 30 ming 400 so'mga zakaz qilsangiz bo'lar ekan. Va aynan mana shu 30 bittalik kapsulani 3 xil rangi bor, yashil rangi bor. Shunaqa sizlar uchun ochib ko'rsatib beraman. Yangi upakovka. Mana bunaqa tepasidan ochiladi. 30 bittalikni mana bunaqa ko'k rangi bor. Ana. Opa. Mana shunaqangi ko'k rangi bor. Hidi shunaqa nejniy hidli. 30 bittaligi atigi 32 ming so'm. Undan keyin pushtisi bor. Buni ham sizlar uchun ochib ko'rsatib beraman. Mana ochaman. Pushtisini 30 bittaligini ham narxi, buni hidrasi shirin bo'ladi. Atigi 32 ming so'm. Uzum karta orqali zakaz qiladigan bo'lsanglar 32 ming emas, atigi 30 ming 400 so'mdan zakaz qilasizlar. Ya'ni ishlatib ko'rish uchun, qanaqaligini bilish uchun kam kolичествоda zakaz qilib ko'rsanglar bo'ladi. Mana shunaqa 30 talikda zakaz qilsanglar ham juda ham выгодно. Mana voy. Mana bu chiroyligini qaranglar, hidi ham va shirin hid. Aynan mana shundan 30 taligini zakaz qilsanglar bo'ladi. Xohlasanglar pushti, xohlasanglar ko'k, xohlasanglar yashil rangini atigi 32 ming so'mdan butun O'zbekiston bo'ylab zakaz qilsanglar bo'ladi va aynan mana shu paketli versiyasini, katta versiyasi ham bor, ya'ni 60 bittaligi ham bor. Birdaniga 60 bittalik olsanglar ham bo'ladi. Mana xuddi o'sha narsa 60 bittalik upakovka, buni ham xuddi shunaqa uch rangi bo'ladi. Buni narxi qancha? 60 bittaligini narxi Uzum market orqali zakaz beradigan bo'lsanglar, atigi 51 ming so'mdan zakaz berasizlar. 51 ming so'mdan 60 bitta kapsula. Rangini o'zingiz tanlab olaverasiz. Bu hali tugadi degani emas. Shahway brendimizning mahsulotlari hali yana bor. Faqatgina bularni barchasini bitta videoga sig'dira olganim yo'q. Aynan mana shu videoni yaqin kunlarda ikkinchi qismini ham chiqaraman. Ikkinchi qismida Shahway brendi ostida chiqayotgan yangicha sovunlarni ko'rsatib beraman qarindoshlar. Sovunlarni hali juda ham ko'p bo'lgani uchun ularni barchasini bitta videoga sig'dirmadim. Ikkita video qilishga qaror qildim. Ikkinchi videoni to'laqonli sovunlarga bag'ishlaymiz va ikkinchi videoda siz to'laqonli Shahway brendi ostida qanday sovunlar chiqayotganini bilib olishingiz mumkin bo'ladi qarindoshim. Va
Qarindoshlar, butun O'zbekiston bo'ylab Shahway brendi mahsulotlarini men sizga ko'rsatgandek hammamiz biladigan uzun marketga kirib Shahway kapsula deb yozib turib, aynan mana shu yerdan Shahway kapsulalarini originallarini O'zbekistondagi rasmiy представители, ya'ni taqdim etuvchi qarindoshingizdan butun O'zbekiston bo'ylab originallarini zakaz qilishingiz mumkin qarindoshlar.